Vau! Eshit, 1495-yili Leonardo da Vinci dunyodagi birinchi robot chizmasini chizgan ekan. Demak, robotlar ancha oldin paydo bo'lganmi? Yo'q, u shunchaki chizmasi bo'lgan va u hattoki robot deb ham atalmagan. Shunaqa ma'lumotlarni qayerdan olasan? Ha endi olamanda. Boshlamdi-yu. Hammaga salom do'stlar. Salom. Efirda siz kutgan Muhim yangiliklar va studiyada men Davron. va men Imona. Bugungi ko'rsatuvda tomosha qiling. Animatsiya yordamida olingan eng birinchi multfilm qaysi? Adis va Robbi qanday yangiliklar bilan tanishtirishadi? Malika qanday reportaj tayyorladi? Ob-havo yangiliklarda nima gap? Barchasi haqida dasturimiz davomida bilib olasiz. Malika doim qiziqarli mavzularni topib yuradi. Ha, menga ham yoqadi. Bir multfilm esimga tushdi. Qayerlarda bo'ldingiz? Nimalarni ko'rdingiz? Shohsaltan haqidagi multfilm. To'ppa-to'g'ri. Qani ko'raylikchi, bizni Malika qayerlarga bordilar? Hammaga salom do'stlar. Yozda qaysi sport turi bilan shug'ullansam ekan deb o'ylayotgan bo'lsangiz, velosportdan yaxshisi yo'q. Har yili 3-iyun sanasida butun dunyo xalqaro velosipedchilar kuni keng nishonlanadi. Keling, bugun shu haqida gaplashamiz. Butun jahon velosipedchilar kuni 2018-yili Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan ta'sis etilgan. Bu eng arzon va ekologik toza transport vositasi hisoblanadi. Velosiped atrof muhitga va o'z sog'lig'iga e'tiborli bo'lganlarning tanlovi. U 200 yillik tarixga ega bo'lib, bu vaqt davomida uning ko'rinishi o'zgarib borgan. 1818-yilda Karl von Dres ismli odam birinchi ikki g'ildirakli samokatni patentlagan. Tashqi ko'rinishidan u pedalsiz velosipedga o'xshardi. Dastlabki velosipedlar yog'ochdan ishlangan bo'lsa, 19-asrning ikkinchi yarmida ular metalldan yasala boshlagan. G'ildiraklarida spitsalar, rezina qoplamalari paydo bo'ldi. Keyinroq zanjirli uzatma qo'shilgan. Odamlar velosiped minish sog'liq uchun foydali ekanini tushungach, bu transport vositasi sport turlariga qo'shilgan. Velosport bilan shug'ullangan odam sog'lom bo'ladi. Shuning uchun yurtimizda bu sport turiga katta e'tibor qaratilgan. 3-iyun sanasida butun dunyoda, jumladan bizda ham velosail, velomarafonlar o'tkaziladi. Men 2013-yildan beri velosport bilan shug'ullanaman. 2023-yilda o'z faoliyatimni yakunlaganman va trenerlik faoliyatimni boshlaganman. Hozirda Respublika velosport mahorat maktabi internatida trener bo'lib ishlayman. Velosiped bilan shug'ullangan odam rostdan ham sog'lom bo'ladi. Qon sistemasi, hazm sistemasi, organizmlari yaxshi ishlaydi. Qon aylanishlar yaxshi ishlagan odam kasal kam bo'ladi, kasal bo'lmaydi desam ham bo'ladi. Necha yoshdan boshlab velosiped minishni o'rganish mumkin? 12-13 yoshgacha havaskor bo'lib shug'ullanib, velosipedda haydashni o'rganish mumkin. 12-13 yoshdan katta bo'lgandan keyin o'zi professional velosport bilan shug'ullanishlari mumkin. Velosportda nimalarni bilish kerak? Velosportda birinchi navbatda yo'l harakati qoidalarini bilish kerak. Trotuardan harakatlanganda piyodalar uchun alohida trotuar bor. Velosiped haydash uchun alohida yo'llar qilingan. O'shalarda to'g'ri yurishni, keyin agar mashina yo'lda yuradigan bo'lsa, setoforga qarashni, piyodalarga, keyin burilishda ehtiyot bo'lib, qoidalarni bilishlari lozim. Velosiped minish kayfiyatni ko'taradi, diqqatni jamlashga yordam beradi. Sog'liq uchun ham juda ham foydali. Agar siz ham velosport bilan shug'ullanishni istasangiz, faqat va faqat foyda topasiz. Keyingi manzillarda yana ko'rishguncha, xayr! Imona, senga qaysi multfilm ko'proq yoqadi? Ladybug haqidagi multfilmni yaxshi ko'raman. Men esa Kung Fu Pandani yaxshi ko'raman. O'zi nega so'rab qolding? Animatsion multfilmlar qachon paydo bo'lganiga qiziqyapman. Hozir birgalikda bilib olamiz. Qachon, qanday qilib? Salom do'stlar. Boshlandimi? Hozir 1 daqiqa. Ozgina qoldi. Telefonda nima qilyapti deb o'ylayapsizmi? Animatsiya yordamida multfilm ishlamoqchiman. Zo'r, Multfilmning
bosh qahramonga hali beri nom topa olmadim. Tayyor bo'lsa aytaman. Bilasizmi, ilgari multfilmlar qo'lda chizilgan ekan. Qiziq. Animatsiyadan qachon foydalanishni boshlaganlar? Siz ham bilmaysizmi? Unda birgalikda bilib olamiz. Odamlar qadim-qadimdan harakatni suratga olishga urinishgan. 19-asrda olimlar zotrob ichiga rasmlar solingan teshikchali barabanni ixtiro qilishdi. Baraban aylantirilganda rasmlar harakatlanayotgandek tasavvur hosil qilgan. Ammo haqiqiy kashfiyot fotosuratchi Edward Muybridge tomonidan amalga oshirilgandi. 1878-yili u tadqiqot o'tkazdi. U yo'lka bo'ylab bir nechta fotoapparatlarni terdi va otning chopib ketayotganini suratga oldi. Keyin esa u rasmlarni ketma-ketlikda birlashtirdi va tarixda birinchi marta tasvir jonlandi. Bu kino va animatsiyaning prototipi edi. Ammo o'sha paytda buni qanday qilib haqiqiy san'atga aylantirish mumkin degan savol turardi. 20-asr boshlarida rassomlar qog'ozga rasm chizib, multfilm yarata boshladilar. U paytlarda hamma narsani qo'lda bajarishga to'g'ri kelardi. Har bir kadr alohida chizilardi. Keyin esa plyonkaga tushirilardi. Bu ko'p mehnat talab qiladigan mashaqqatli jarayon edi. Ammo u dunyoga birinchi animatsion filmni taqdim etdi. 1929-yili yosh Walt Disney Willy paraxotcha nomli multfilm ishladi. Unda birinchi marta hammamizga tanish Mickey Mouse ko'rinish berdi. Bu haqiqiy olamshumul yangilik edi. Endi animatsiya nafaqat harakatlanar, balki gapirardi ham. Yillar o'tgani sayin multfilmlar murakkablashib, yanada yorqinroq, yanada qiziqarliroq bo'lib bordi. Animatorlar ishni tezlashtirish yo'lini topdilar. Endi har bir kadr uchun hammasini qaytadan chizish shart emas edi. Asosiy kadrlar tushunchasi paydo bo'ldi. Oraliq kadrlarni esa yordamchilar chizishardi. Shunday qilib, Disneyning klassikaga aylangan multfilmlari yaratildi. Masalan, Oppoqoy va 7 gnom. U 1973-yili chiqarilgan birinchi to'liq metrajli multfilm bo'ldi. Nafaqat chizilgan rasmlarni jonlashtirish, balki 20-asrning o'rtalariga kelib, animatsiya ustalari qo'g'irchoq multfilmlar ishlab chiqarib boshladilar. Ular turli shakllarni olib, ularni 1 mm ga siljitishar va suratga olishar edi. Keyin yana holatni o'zgartirib, yana yangi tasvir paydo qilishardi. 1995-yili dunyodagi birinchi to'liq kompyuter grafikasi yordamida ishlangan O'yinchoqlar tarixi nomli multfilm katta ekranlarga chiqdi-yu, haqiqiy shov-shuv bo'ldi. Animatorlar kadrlarni qo'lda chizish o'rniga virtual olamda harakatlanadigan 3D modellardan foydalanishgan. Bu qahramonlarni har qanday rakursdan ko'rish imkonini berdi. Ularning harakatlari esa yanada ishonarli chiqa boshlagandi. O'shandan beri animatsiya sohasi rivojlandi. Bugungi kunda animatorlar harakatlarni aslidek ko'rsatib beradigan texnologiyalardan foydalanishmoqda. Bunda aktyorlar maxsus liboslarni kiyishadi. Kompyuter esa ularning harakati va mimikasini takrorlaydi. Esladim. Mickey Mouse birinchi chiqqan multfilmini internetda ko'rgandim. Oq-qora tasvirda olingandi. Animatsiyani o'ylab topishgani yaxshi bo'libdi. Bo'lmasa, bitta multfilm suratga olish uchun qancha vaqt ketardi. Yashasin ixtirochi akalar. Men ham zo'r multfilm ishlayman. Ungacha esa xayr. Keyingi sonlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga obuna bo'ling. Endi esa navbat yana bir qiziqarli savolning javobini bilib olishga. Agarda sizni ham biron bir savol qiziqtirsa, ekranda ko'rsatilgan manzilga yuboring. Assalomu alaykum. Muhim yangiliklar ko'rsatuvi meni bitta savol qiziqtiribdi. Necha yoshdan boshlab kompyuter o'yinlarini o'ynash mumkin? Yosh cheklovi bormi? Salom bolajonlar. Albatta bizda o'yinlarga yosh cheklovlari bor. Har bir o'yinning ustida qutchasida biz belgi ko'rishimiz mumkin. 3+, 8+, 12+ yo bo'lmasa 18+. Bular yosh chegaralari hisoblanadi. Chunki ba'zi bir o'yinlarda o'tkir syujetli, odam ruhiyatiga ta'sir qiladigan sahnalar ham bor. Shundan kelib chiqqan holda o'zingizga mos, o'zingizning yoshingizga mos o'yinlarni tanlaganingiz
tavsiya etamiz. Bu sizga ham xavfsiz, ham tushunarli bo'ladi. Bundan tashqari dam olish, o'rtoqlar davrasida aylanishni ham esdan chiqarib qo'ymaymiz, o'qishni ham o'zini joyiga qo'yamiz. Hamma narsa me'yorida bo'lgani yaxshi. Siz ham menga o'xshab IT yangiliklarini kutyapsizmi? Bu safar nima haqida eshitamiz? Buni Adis va Robindan bilib olamiz. Demak, navbat IT yangiliklarga. Hammaga salom. AQShlik olimlar yangi oshxona yordamchisini ixtiro qilishdi. Bu oshpaz yoki multivarka ham emas, balki taom tayyorlashni biladigan kichkina robot. U stol ustida turadi, ilovaga ulanadi va nima yegingiz kelsa, bir zumda tayyor qiladi. Mazza ekan-a? Ishlash ham oddiy. Retseptni tanlaysiz, masalliqlarni kerakli idishga joylaysiz. Tugmasini bosasiz va taom tayyor. Robbi, bu robot rostdan ham hamma ovqatlarni biladimi? Salom bolalar. Ha, yordamchi robot masalliqlarni o'zi kesadi, to'g'raydi, aralashtiradi, qovuradi va pishirib beradi. Taom uchun kerakli masalliqlar olib kelib berilsa bo'ldi, qolganini o'zi qoyillatadi. Bu kichkina yordamchini ishlab chiqqan odam Hind muhandisi bo'lib, AQShga ko'chib kelganida uy ovqatlarini yegisi kelgan, ammo vaqti tig'izligi uchun tayyorlay olmagan. Shunda bu vazifani bajarishi mumkin bo'lgan qurilma ishlab chiqish g'oyasi paydo bo'lgan ekan. Nega ikkita qo'l bor robot yasay qolmabdi? Shunaqasi osonroq emasmi? Dastlab muhandis faqat ikkita qo'ldan iborat qurilma yasamoqchi bo'lgan, ammo bu fikr do'stlariga yoqmagan, chunki ular qo'rqinchli va murakkab edi. Keyin u chizmani soddalashtirdi va qahva tayyorlash mashinasi ko'rinishiga keltirdi. Hozircha sabzavotlarni archib, bo'laklarga bo'lib solish kerak, ammo kelajakda muhandis buni ham soddalashtirmoqchi. Ha, olimlar nimalarni o'ylab topishmaydi. Oldin bu ishni oshxona kombaynlar bajarardi. Endi esa aqlli qurilmalar, texnik yangiliklarni kuzatishda davom etamiz. Yana ko'rishamiz do'stlar. Xayr! Issiqda boshingizdan oftob urmasligi uchun Kepka yoki panama kiyib yuring. yo'q, qo'q peshinda ko'chaga chiqmang. Ob-havo ma'lumotlarini ham o'tkazib yubormang. Hammaga salom. Ob-havo yangiliklarini kutayotganlar uchun havo harorati 40 darajadan oshishi kutilmoqda. Kuchli shamol, yomg'ir bo'lmaydi. Bunday havoda mazza qilib hovuzda cho'milsa bo'ladi. Faqat kattalarni nazoratida. Cho'milishga borsangiz soyabon va panama olishni unutmang. Yana ko'rishamiz do'stlar. Xayr! Siz muhim yangiliklarni tomosha qildingiz. Vaqtingiz unumli o'tganiga ishonamiz. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr!